ishga bo'lgan, mehnatga bo'lgan samimiy munosabat deb aytadim. O'shaning orqasidan bir yo'qotgan paytlarimiz ham bo'lgan. Javobgarlikka tortilganlar ham bo'ldi orasida. O'shalar ham menga bir dars bo'ldi desa bo'ladi. Biz ayni paytda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasidamiz. Assalomu alaykum. Bugungi qahramon loyihasining navbatdagi soni efirda. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya boshqarmasi boshlig'i Sanjar O'ktamov. Hayotiy asosiy maqsadim vatan uchun xizmat qilish bo'lgandi. Mana 22 yil bo'ldi. 2004-yil 3-dekabr kuni ichki ishlar organlariga ishga kirdim. 22 yildan beri mana shu ichki ishlar organlarida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurash tizimida ishlab kelaman. Ishlagan joylarim o'sha paytda Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasidan ish boshlagan bo'lsam, keyinchalik orasida Toshkent viloyatida ishladim. Uni orasida keyin vazirlikda tashkiliy boshqarmada ishladim. Akademiya magistraturasini tugatdim. Toshkent viloyati bosh boshqarmasi probatsiya boshqarma boshlig'i etib tayinlandim. 22 yil mehnat orasida odam o'zidan o'zi kelib qolmaydi bu joylarga. Endi bu yerda ustozlarga alohida bir e'tirof berib o'tmoqchiman-da, sababi biz bir novda bo'lib kirganmiz. Mana shu novdani parvarish qilish, boshqa nima qilish, katta daraxt bo'lishimizga baribir rahbarlarimizni, ustozlarimizni ishlari, mehnatlari bu beqiyos. Kun nomini nechta tushdi? O'shani ochib. Bormi ertalabdan bir tushayotganlar? Toshkent viloyati monitoring va muvofiqlashtirish markazidamiz va shu yerdan turib qidiruvdagi shaxs bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa fuqarolar nazoratga olinadi albatta. Biz esa suhbatlashib boramiz. Mana shu manzil bo'yicha ma'lumot bersangiz. Bu hozir Xavfsiz shahar tizimi qalqon platformasi ulangan markazda turibmiz, situatsion markazda. Bu yerda ham o'sha probatsiya nazoratda turib, ozodlikni cheklash jazosini o'tayotganlar ham bor. O'shalar muayyan vaqt, muayyan bir hududda bo'ladigan bo'lsa, qalqon tizimiga o'sha kameraga tushishadi. Sud tomonidan belgilangan vaqtdan tashqari, agar o'sha joyda bo'ladigan bo'lsa. Bular ozodlikni cheklash bo'lib turib, uyda jazo o'tirib, jazosini o'tash kerak bo'lgandan tashqariga chiqadigan bo'lsa, vaqtdan tashqari. Ana o'shanda shu qalqon tizimi orqali voqea situatsion markaziga tushadi. Nazorat ostidagi shaxslarimiz mana shu sud tomonidan belgilangan cheklovga qanoat qilmasdan turib, hech kim meni nazorat qilmayapti-ku degan g'oyasi bilan tashqariga chiqib ketadi. O'sha paytda bular kameralarga tushib, situatsion sentr tushadi. Toshkent viloyatining har bitta nuqtasi o'sha kameralar bilan birga ishlanadi, integratsiya qilingan shu yerga. Integratsiya qilingan. Har bitta mana shu probatsiya nazorati ostida turgan shaxslar hammasi kiritilgan bu yoqqa. Bir davr bo'lgan, o'sha davrda ishlaganimda birga ishlab turgan xodimlarimiz ham ishga bo'lgan, mehnatga bo'lgan samimiy munosabat deb aytadim. O'shaning orqasidan bir yo'qotgan paytlarimiz ham bo'lgan. Javobgarlikka tortilganlar ham bo'ldi orasida. O'shalar ham menga bir dars bo'ldi desa bo'ladi. Hozir shu kunga kelishimga. Bo'ldi, xo'p. Har kun ishsiz mana shunaqami? Har kun ish. Mana hozir ko'rasiz-ku ro'yxat. Mana shu ro'yxat tushgandan keyin biz joylarga tarqatamiz. Qara. Mana buning bu yerda yuribdi, buning bu yerda yuribdi. Hozirgi davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat ham, vazirimiz tomonidan qo'yilgan maqsad ham, qo'yilgan talab ham insonparvarlik bo'lish avvalambor. Faqat xolisona, to'g'ri, halol mehnat, korrupsiyaga qarshi kurash. O'sha asosda har kuni xodimlarga ham aytamiz, xizmatchilik, intizom. Bu qanaqa ishga keldi, ketdilari bularni? Vaqtida keladi ishga. Hollari yaxshi ishlashi. Kechiktirmaydi, qoldirmaydi. Yaxshi. Chunki endi probatsiyaning ma'nosi ham sinov, tuzalish yo'liga kirish hisoblanadi. Mana shu mehnat orqali bularni bir tuzalish yo'liga kiritib, qayta jinoyat sodir etishning oldini olish maqsad. Men kunlik rejamda har bitta o'sha shahar tumanga har kuni borib, o'sha yerdagi og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyat sodir qilgan shaxslar bilan bir suhbatlashish bor. Toshkent viloyatining har bir tuman shahariga borasiz? Har bitta shahar tumaniga bevosita o'zim borib, kunora borib, o'sha yerdagi nazoratdagi shaxslar bilan suhbat o'tkazaman bevosita. Hozir O'rta Chirchiq tumaniga keldik-a? Ha, O'rta Chirchiq. Bu yerda qanaqa huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etganlar yig'ilgan? Bu yerda hozir o'ta og'ir jinoyat sodir qilganlar bir yig'dik. Aynan bizga bir qayta jinoyat sodir berishi mumkin. Qizil toifada turganlar bilan hozir suhbat o'tkazamiz. 22-yili uzr. Salom rahmat.
Salom o'rtoqlar boshliq. Uzr. Hozir qayerga keldik? O'rta Chirchiq tuman probatsiya xodimlarining faoliyatini o'rganamiz. Assalomu alaykum boshliq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat. Keldi, psixologik portretini olmoqchi turgandi. Ya'ni shu. Psixologik portretmi? Psixologik portret bu bizani nazorat ostidagi shaxslarni nazorat qilish uchun qulaylik tarafi rasmga olingandan keyin o'tiring. Davom ettiring, men tushuntirib ketaman. Bu 3 toifaga ajratiladi. Qizil, sariq, ko'k deydi. Endi o'z nomi bilan o'zi ma'lum. Qizil degani bu qayta jinoyat sodir etishga moyil. Bularni siz ro'yxatini tezkor qidiruv xodimlariga beramiz, boshqa bir yo'nalish sohalarga beramiz. Bular bilan qo'shimcha ravishda ular o'zligini profilaktik ishlarini olib borishadi. 23-yil, 24-yil Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qidim, magistraturasida. Yo'qda o'qiganimda ham juda ko'p yaxshi ustozlar bizlarga o'qitib berdi, darslar berishdi. Undan tashqari mana kursdoshlar bilan birga o'qib, shunaqa yaxshi insonlar bilan tanishdim. Respublika bo'yicha yig'ilganmiz bu yo'lda. O'qish davomida Rossiyaga ham borib o'qib keldik. Rossiya mana Bu malaka oshirish bo'ldimi Rossiyaga? Malaka oshirish bo'ldi bu orasida. Bu ham magistratura davrida bo'ldi. Undan tashqari mana yana bitta nima bor. O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasidan o'qidik. Bu yerda ham malakalarni oshirib, boshqarishlarni o'rgatishdi. Keyin ham rahbar o'zi qanday bo'lish kerak, qanday o'sha boshqarish kerak, shu bo'yicha sir-sinoatlar o'rgatiladi, to'g'rimi? Mana shu o'quvlarda o'sha boshqaruv akademiyasi yoki magistraturaning o'zida ham alohida darsliklar bo'lib, o'shani o'rgatishdi bizga. Boshqaruvlarni. Manzilimiz qayerda bo'ldi? Fuqaroning uyimi? Hozir fuqaroni uyidan o'sha 24 soat cheklov belgilangan fuqaroning uyidan tekshirish, shu bilan bir qatorda vazirlik rahbariyati tomonidan yangi tizim joriy qilingan masofaviy nazorat. U qanday tizim bo'ladi? Yangi tizim afzal taraflari uzoq hududlarda yashaydigan mahkumlarni telefon orqali, planshet orqali tekshirish. Ya'ni o'sha programma telefonga o'rnatib beriladi. Probatsiya xodimi tomonidan ma'lum bir payt aloqaga chiqish belgilangandan keyin o'sha nazoratdagi mahkum o'sha aloqaga chiqadi. Shunda lokatsiyasi bo'yicha belgilanadi. Agar lokatsiyasi o'sha belgilangan hududdan chiqadigan bo'lsa, planshetda o'sha yashil belgi bilan qayd qilingandan keyin mahkum uydaligi hisoblanadi. Bu yangi tizim. Har kuni ertalab kelgandan keyin ish boshlaymiz, boshqa nima qilamiz? Endi ozgina ko'z yosh keldi. Nimaga? Sabab o'g'lim hozir 20 yoshda. Harbiy 1 yillik muddatli harbiy xizmat o'tyapti. Farzandim menga o'xshab vatan himoyasida ishlayotgani bu o'zi shu kunlarga kelganimizni, shu bir tinchlikda bir oilani halol boqib, to'g'ri farzandlarga yo'l berib, to'g'ri o'rgatib, ota-onamizni bizga mana shu halollik bilan bizani katta qilib, har kuni beradigan nasihatlarga ertalab bir duo qilishadi. To'g'ri borib, birovni haqqiga xiyonat qilmagan deb. Kech payt 12, 1, 2 da borganimda iloji bo'lsa shu joylarni o'chirib turing, salom qildi. Ota-onam kutib olishadi, uxlamasdan. Sog'-omon keldingmi deb. Tinchlikda ishlaymiz avvalambor. Albatta. Xizmatda tinchlikda olib boramiz. Buni o'zi bir behisob boylik. Endi shunaqa bir tinchlikda ishlaganimizdan keyin vijdonan sadoqat bilan xizmat qilishga majburmiz. Berilayotgan mana imtiyozlar, misol uchun uy joy deymizmi, mashina deymizmi, ja bo'lmasa mana bolalarimizni yozi kuni lagerga yuborishga ham qanchadan qancha imtiyoz bor. Toshkent viloyatida qancha nazorat turuvchi shaxslar bor? Soni ma'lummi? Bugungi kunda 6 oy yakuni bo'yicha Toshkent viloyatida probatsiya hisobida jazo o'tayotganlarning soni 12797 nafar. Bu 6 jazo turi bo'yicha jamiki jazo o'tayotganlar. Xodimlar yetarlimi? Nechta xodim? Yaxshi savol berdingiz. Mana shu joyda shu kungacha xodim 92 nafar edi. Ya'ni o'sha viloyat bo'yicha 107 nafar probatsiya xodimi bo'lsa, shunda 15 nafar boshqarma xodimi, qolgani hududiy xodimlar edi. Lekin bilasizmi, mahkumlarning nazoratini kuchaytirish borasida Toshkent viloyati bosh boshqarma tashabbusi bilan boshlig'i tashabbuslari bilan vazirga bir taklif kiritilib, muhtaram vazirimiz Toshkent viloyatiga tashrif buyurgan paytlarida aynan probatsiya xizmati uchun qo'shimcha 20 ta shtat berildi. Bu qo'shimcha 20 ta shtat mana kecha bir hammasi jamlandi, boshqa nima qildi? Endi xudo xolasa
nazoratni yanada kuchaytiramiz. Bu ham bo'lsa mahkumlar tomonidan sodir etilgan qayta jinoyatni oldini olish uchun bizga qo'shimcha kuch bo'ldi bu. Jinoyatni kim sodir etishi mumkin? Jinoyatni faqatgina shu jinoyat sodir etgan odam qayta jinoyat sodir etish ehtimoli ko'p. Shuning uchun bular bilan ishlash uchun yanada biz bir kuchaytirib, ishlarimizni takomillashtirishimiz kerak. Profilaktik ishlarni kuchaytirib olib borishimiz kerak. Bular bilan o'tgan yilga nisbatan bu yil 6 oy ko'rsatkichlarimizni jinoyatimizda qayta jinoyat sodir etganimiz ancha past. Bu ham bizning bitta yutug'imiz. Ya'ni bizani shu nazorat ostiga shaxslar bilan olib borayotgan ishlarimizni maqsadli bo'lganligi oqibatda ular tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar qayta sodir etilgan jinoyatlar qayd etilishi kamaydi.